Men ham o'zimni kopeyka fikrimni tiqib o'tay, akalar, bo'lib turgan voqealarga Instagramda Zurani ertalab va kechpa bunday qilib kerilasizlar. Bunday qilib ashnaqa bo'ldi. Menda hozir videoga olib turganimda dagin. Xullas, ikkita odam haqida gapirmoqchiman. Bir-biri bilan mojaro bo'lib ketdi. Bittasiga shapalaq qo'ydi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Har xil holat bo'ladi. Endi erkakchilikda bo'lib turadigan narsa. Shu narsani orqasidan millatni yomonlab yormaylar. Qozoqlar, u Qozog'istonlik, o'zbeklar bu deb so'kinib yotishibdi bir-birini. Ikkita odamni deb ertaga millat boshqa odamlar ham stradat qilishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonlik qat'iyadir Qozog'istonga borib bo'lsa, nechtasi ishlagani borib yotibdi. Ularga qanaqadir muammo bo'ladi. Takja obratda Qozog'istonliklar O'zbekistonga mehmon bo'lib kelsa, qanaqadir bir muammo bo'lishi mumkin. Ikkita odam orasidagi muammoni sizlar vzduvas qilmanglar. Instagramdagi ekspertlar, sizlar faqat shu Instagramda ekspertlik qilishni bilasizlar. Xolos ko'chada bitta Qozog'istonlik yoki teskarisi o'zbeklar, aka siz zo'rsiz. Мы bratya deb chiroyli bo'linglar. Bir-biri asosan real biz bratyamiz, hammamiz musulmonmiz. Naborot birimizni poddeshi qilishimiz kerak. Sosedmiz, ya'ni onasini emsa. U ikkovi orasida muammoni hal qiladi. Bir kun ketar, 2 hafta ketar, paloncha vaqt ketar. U lekin mana kommentariylar Instagramda qoladi, akalar. Bu xunuk narsa, yaxshi emas, kerak emas bunaqa narsa. Yana bitta narsa qo'shib o'taman. Men mana O'zbekistonliklarning orasida men otilib, aldanib yurdim. Meni kiydirishdi, pullarni qarzga olishni berishmadi. Xullas o'zim juda qiyin holatda yurganimda o'zbeklar hech qaysi bir poddesh qilmadi. Naborot meni itardi xolos Amerikada. Bittagina meni qozoq poddesh qildi, o'sha yordam berdi. Mana meni ko'ryapti hozir o'sha inson. Akalar, u millatni yomoni, odamni yomoni bor xolos. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Asosiy gap, nikto ne viji